Endoskopik sheverli adenotomiya operatsiyasidan keyin bemorlarning palatadagi parvarishi. Bemor palataga chiqqandan so'ng ota-onasiga topshiramiz. Yaqin 2 soatda uxlab qolmasligi uchun o'ynatib turishni, chalg'itishni, telefon, televizor, kitob o'qib berishni, o'yinchoqlar bilan o'ynatishni tavsiya qilamiz. Bemorga qachon javob beramiz? Operatsiya bo'lgan kuni taxminan palatada 4-6 soat davomida shifokor nazoratida bo'ladi va shifokor ko'rigidan so'ng o'sha kuni uyga ruxsat beramiz. Bemorga qachon ovqat beramiz? Palataga chiqqandan so'ng o'rtacha taxminan 3 soatdan so'ng bir choy qoshiqdan iliq suv berishni boshlaymiz. Biroz vaqt o'tgandan so'ng iliq yogurt beramiz. Yana birozdan keyin bolani ehtiyojiga, talabiga ko'ra iliq holatdagi yarimta banan beramiz. Bundan tashqari suyuqliklardan shirin, o'rik yoki shaftoli sharbatlaridan iliq holatda bir osh qoshiqdan berishni boshlaymiz. Operatsiyadan keyin bemorlarga qanaqa ovqatlar berish mumkin? Asosiy prinsip bu yerda ovqat qaynoq bo'lmasligi, sovuq bo'lmasligi, gazli ichimlik bo'lmasligi, achchiq sho'r bo'lmasligi, o'ta tuzli bo'lmasligi asosiy hisoblanadi. Ko'proq tavsiya beradigan ovqatlarim suyuq ovqatlar, tiftel, frikadelka, biftek, qiyma shashlik asosan tavsiya qilaman operatsiyadan keyin. Operatsiyadan keyin qanaqa mevalar mumkin? Qirg'ichdan chiqarilgan nok, olma, sabzi, banan mevalarni tavsiya qilaman. Operatsiyadan keyin bemorlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan holatlar. Ko'pincha ovqatni tez va ko'p miqdorda qabul qilsa, bolalar ko'ngillanib qusishi mumkin. Birinchisi. Ikkinchisi, operatsiyadan keyin operatsiya joyida ikkilamchi posleoperatsion отек yuzaga kelish hisobiga dimog'ida gapirishi, burundan nafas olishning qiyinligi, manqalanish kuchayib ketadi. Bundan tushkunlikka tushish kerak emas. Keyingisi, bemorlarda temperatura ko'tarilib turadi, temperatura tushiruvchi dorilar qilinadi. Keyingisi, bemorlarda injiqlik, bezovtalik kuzatilishi mumkin, bu ham normal hisoblanadi. Operatsiyadan keyin necha kundan keyin cho'milish mumkin? O'rtacha odatda 7 kundan keyin cho'milishga ruxsat beramiz. Bunda ham bola obedda issiq ovqat qabul qildi, 2 soatdan keyin cho'miladi va 6 soat davomida ko'chaga va sovuq xonaga chiqmaydi. Operatsiyadan keyin bog'chaga yoki maktabga necha kun chiqmaslik tavsiya etiladi. O'rtacha 9 kundan 12 kungacha maktabga, bog'chaga chiqmaslik tavsiya etiladi. Spravka to'g'risida biz bemorlarga kasallik tarixidan ko'chirma vipiska beramiz. Ushbu hujjat bilan yashash hududidagi poliklinikaga borib, maktab, bog'cha, oliy ta'lim uchun spravka оформление qilinadi va shu muassasalarga taqdim etiladi. Operatsiyadan keyin bemorlarda alohida parvarish va muolajalar talab qilinadi. Rus tilida pervyaska deyiladi. Ehtiyojiga va talabga ko'ra har 2 kunda, 5 kunda shu davolovchi shifokorga ko'ringani kelib turiladi va 1 yil davomida operatsiyadan keyin nazoratda turadi. Operatsiyadan keyin burundan, og'izdan noxush hid chiqib turishi mumkin. Bu hid taxminan 3 hafta davomida ketadi. Operatsiyadan keyin temperaturalar ko'tarilishi mumkin. 37.7, 37.8 gacha ko'tarilishi mumkin. Isitma tushiruvchilar berilganda bu temperatura tushadi. Bemorda burundan nafas olish qiyinlashishi, burundan suv oqishi, manqalanish, dimog'ida gapirish kuchayadi, og'izdan nafas olish, xurrak otish kuchayadi. Aslo bunga xavotirga tushmash kerak, bu norma. Operatsiya joyini operatsiyadan keyingi shish hisobiga yuzaga keladi. Bu shishlar to'liq 3-5 haftada yo'qoladi. Sekin bola burundan nafas olishi yaxshilanadi. Operatsiyadan keyin to'satdan burundan nafas olib, og'iz yopilib qolmaydi. Og'iz ochib yurishi taxminan 6 oy davomida orqaga qaytadi. Ya'ni og'izdan uzoq vaqt nafas olish hisobiga chaynoq mushaklari bo'shashib, pastki jag ochilib qoladi. Shuning uchun og'izdan nafas olish hali davom etadi operatsiyadan keyin. Shuning uchun operatsiyadan keyin ota-onalardan uzoq vaqt so'raladi. Boladan og'zingni yopib yur, zivachka chayna, og'izda suvni g'arg'ara qil kabi mashqlar tavsiya etiladi va og'izni yopib burundan nafas olib ketadi. Operatsiyadan so'ng farzandingizda sizni xavotirga soluvchi holatlar to'g'risida davolovchi shifokorga SMS yozib turishingiz kerak bo'ladi. Agarda burun yoki tomoqdan qon oqish, qon ketish alomatlari yuzaga kelsa, tez yordamga murojaat qilmasdan o'zingizni mashinangizda eng yaqin shifoxonaga murojaat qilishingiz yoki bizning klinikaga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi.
va bu haqda davolovchi shifokorga SMS yozib xabar beramiz.